Selamünaleyküm YouTube kuzatuvchilari. Bugün Beruniye yeme şeklinde stoldan alıp geldik. Stolni shaklib yemeğe o'xshab sotilgan. Pasti noshchasina dashdan mramorda ishlangan. Ustini oynasi içinde akvaryumdan balandda turibdi. Akvaryuma bemalol yem salib suvini almashtirib bo'ladi. Kraynik bilan chiqardik keninden. Stol variantda ishlatiladigan jurnalni aytib ishlatsam bo'laveradi divanning o'ngina qo'yib. Manzarasi ham chiroyli. Şöyle bir 8 dana 10 dana kursi qo'yib bersa ajoyib bo'lib joylashib turibdi. İçini svet ham bor. Svetini ham yoqib berdik. Yeme şeklindeki razmeri 105'e 250 bo'ldi bu. Razmerleri. Kime şunu stollar gerekse aytaverasizlar. Bemalol qo'lda qilib yemini berib bo'ladi. Balandligini 15 cm ko'tarib qo'yilgan. Neden? Birinde jurnalni ili tarelkaga qo'yib qo'ysa bo'ladi lishni. Yoqdan ikkidan etib üstüne şöyle polka qo'yib baland etib qo'yilgan. Stolimizning razmeri 105'e 250. Bahasını telefonda yaklaşaveramiz. Yine bor bu narsadan. Zakasa ishlab beramiz. Yine tayyor bor bir dana. Bu 2 dana o'tdik bu razmerda. Birisini Beruniye'ye verdik.